Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetida xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir tashkil etildi. Uning doirasida sun'iy intellekt bo'yicha o'tkazilgan olimpiada g'oliblarini taqdirlash marosimi ham bo'lib o'tdi. Xotira muqaddasdir, qadrlash ulug' fazilat shiori ostida o'tkazilgan ushbu tadbirda faxriylar, professor, o'qituvchilar va talabalar ishtirok etishdi. Unda mazkur universitetning kompyuter injiniringi fakulteti, sun'iy intellekt kafedrasida uzoq yillar faoliyat yuritgan, ushbu fanning rivojiga katta hissa qo'shgan olim Hakimjon Zaynuddinov xotirlandi. So'zga chiqqanlar professorning ilm-fan rivoji yo'lida qilgan ishlari, talabalarga katta dasturi amal bo'layotgan chop etgan kitob va maqolalari haqida iliq fikrlarni bildirdilar. Hakimjon bilan biz juda ham ko'p seminar, konferensiyalar, ilmiy kengashlarda birga bo'lardik. Har bir iltimos sizdan, siz matematika tomonidan yaxshiroq bilasiz, mani nimamga opponentlik qilib bering deb aytardilar. Men opponent bo'lib berardim ularning ishlariga, o'quvchilariga. Ilmiy kadr tayyorlashda shu birga ko'p ishlardik. To Namangan, Andijondan tortib to Navoiy Nukusgacha shogird tayyorlashda bizani ham taklif qilardilar, shu bizga ham yordam bering deb ko'pincha komandirovkalarga mana birga borib kelardik. Katta ilmiy innovatsion loyihalarni tayyorlashda birga tayyorlaylik, birga ilmiy texnik kengashda birga qatnashaylik, birgalashib tayyorlaylik loyihalarni deganlarida mana shu yo'nalishda ham biz ishlaganmiz. Ilmiy texnik innovatsiya agentligi bu bizning vazirligimizdagi eng katta agentligi, ilmiy ishlarni amalga oshirishda o'zlari bosh-qosh bo'lib yonlarida biz turardik, yordam berardik. Mana shunda qancha loyihalarni birinchi navbatda o'zlari olib shu loyihalarni tayyorlardilar ilmiy ishlarda birinchidan. Ikkinchidan shuni mutasaddi yaxshi olimlarga olib beradilar. Joriy yilda ustozning xotiralarini abadiylashtirish maqsadida universitet miqyosida sun'iy intellekt asoslari fan olimpiadasi tashkil etildi. Unda oliy ta'lim dargohi talabalari ishtirok etib, o'z bilimlarini sinovdan o'tkazdilar. Tadbir davomida mazkur olimpiada g'oliblari taqdirlandi. Toshkent axborot texnologiyalari universitetida sun'iy intellekt laboratoriyasi ochilyapti. 300 ming dollarga yaqin mablag' hisobidan ochilyapti va bugungi kunda yana 5 million sun'iy intellektchi bo'yicha ham demak butun respublikada o'qitish tizimlari va ulardan olinayotgan sertifikatlar bo'yicha ham ishlar amalga oshirildi va bu bo'yicha Toshkent axborot texnologiyalari universiteti eng faol universitet sifatida birinchi o'rinni egalladi. Universitetimizda sun'iy intellekt fan olimpiadasi tashkil qilindi. Bunda demak 200 ga yaqin talabalar ishtirok etishdi. Asosan bunda demak bakalavr talabalari olingan. Bu talabalar demak baholash tizimi ikki xil rejimda bo'lib o'tdi. Ya'ni ikki xil bosqichda, birinchi bosqichda ya'ni saralash bosqichi bo'ldi. Saralash bosqichidan keyin 10 ta eng kuchli bo'lgan talabalar tanlab olinib, o'nanasiga demak final bosqichiga o'tib kelgandan keyin final bosqichida turli masalalar berilib, shu masalalarda aynan real holatda demak sun'iy intellekt modellarini o'qitish va yechim topish bo'yicha demak amaliy masalalar ishlashdi. Ushbu xotira tadbiri ustozning ilmiy merosini yodga olish, uning ezgu ishlarini davom ettirish hamda yosh avlodni ilm-fanga, xususan sun'iy intellekt yo'nalishiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qiladi.